Salom bolajonlar. O'sha ko'chaga chiqish yoqmayapti menga yugurib abzor qilish. Xullas kalom uyingdan boshlaylik, qani ishimiz oldin ketsa zo'r. Ana birinchi xonamizni ko'rib turganlaringizda mana shu birinchi xona. Xo'sh, bo'ylab bera keling. Ikkinchi xonaga kiring, keyingisiga kiring. Ana keyingisi mana oshxonasi. Oshxonasiga hech narsasi yo'q. Unaqa kotol qo'yilgan, chopli bol qo'yilgan, qayerga qo'yilganini bilmaymiz. Undan chiqing, unisiga kiring. Ana shu oxiri operator oxiri baribir qachondir onasiga kiradi. Xullas kalom mana keyingisi balkonga chiqing. Mana balkondan shuna manzarachani ko'ryapsizlar. 5-ni ana bu Melodiya kafesi bor, bera egasi yaxshi odam, bemalol ichib qarzga o'zdirib ketsalar biladi. Bo'yli keling. Xullas kalom ana shu katta anaqa narsa zada. Keyin ana bu xonasi ham bor, bu xona mana zakorli xona, yaxshi xona, yomon xona emas. Xullas kalom uyimiz 3 xonali, 80 kvadrat metr. Narxini 50 ming deb 50 ming dollar deyaptilar. Yo'q, qitta xunaga ishlaydi. 50 ming deyaptilar narxini. O'zim nomerim pastda qoldirdim. Menga vahshiy qizig'i yo'q, telefon qilasizlarmi, qilmaysizlarmi, uy kerak bo'lsa qilasizlar. Xullas kalom uy sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, Qashqai House ga murojaat qiling. Qarz pul, liboy muammoni yechaman, короче. Bog'laninglar.